sanamiz 12 aprel. İfodali o'qish to'garagidan bugungi mavzumiz ertakni sahnalashtirish. Bilasiz bolalar, ertakda ikki xil bo'ladi: salbiy va ijobiy. Salbiy qahramonlarimizdan biz ko'p narsani o'rganamiz. U bizga nima bo'ladi? Yomon insonlardagi yomon tomonlarni o'rgatadi. Ijobiy qahramonlar esa biz undan ko'p narsani o'rganishga harakat qilamiz. Siz bilasiz, ko'pgina ertak nomlarini nima qilasiz? Bilasiz. Hozir qarang, mana demak biz bir nechta ertaklarni nima qilyaptik? Ertaklarimizni mana demak turli xil, siz ertaklarni juda ham yaxshi nima qila olasiz. Hozir ertaklarga yasalgan ba'zi bir nimalarimizni hozir o'quvchilarimiz ko'rsatishadi sizga. Demak, ertakni sahnalashtirishda biz siz bilan turli xil ertak qahramonlari filmlarga olingan ertakda yasalgan nimalarni mana ko'rib turibmiz. Xo'p, demak, masalan bu nimaga qaysi ertakni nima qilishimiz mumkin? Oltin baliqcha. Oltin baliqchada asosiy qahramonlar kimlar? Kampir va chol va dengizdagi oltin baliq. Barakalla, rahmat, o'tiring. Xo'p, ana endi sizlar bilan hozir siz bilan hozir o'yin o'ynaymiz. O'yinimizni nimasi? Sizga hozir men turli rangdagi stikerlarni beraman. Turli rangdagi stikerlar. Siz mana shu stikerga rang anaqaga ertak sahnalashtirish, ertak mavzusi bo'lgani uchun bizga siz shunaqa qilasiz. Siz hozir guruhingiz bilan kelishgan holda, mana guruhingiz bilan kelishgan holda bitta ertak nomini masalan tushuntiraman. 3 og'ayni botirlar bo'lsa, bu 3 so'zini yozadi, bu og'ayni so'zini yozadi, bu botirlar so'zini yozadi. Bitta o'sha stikerga bitta so'z yozasiz va yopishtirasiz. Siz bitta ertakning nomini yozasizlar. Bitta masalan oqqush haqida ertak bo'lsa, bu oqqush deb yozadi. Sen haqida yozasan, sayt. Men misol keltirdim. Siz hozir o'zingiz topasiz ertakning nomini. O'sha ertakdagi sarlavhani bitta so'zini olasizda yopishtirasiz. Keyin ikkita o'quvchi chiqib, 3 ta stikerni oladi va o'shandan bitta ertak nomini yasaydi. Tayyormisiz? Boshlang, qaysi ertakni? Har bitta stikerga bittadan qism. Jim. Raping. Yozing, qaysi ertak boshlaydi? Yozing. 3 tangizga ham so'z topilsin. Bittangiz qolib ketmasin. Shunaqa ertak topingki, 3 tangiz ham yozing. Yopishtiramiz. Bo'ling tez. Qaysi ertak topdingiz? Buni suhbat qilib yozinglar so'zni. Bittadan so'z yopishtiring. Har xil joyga yopishtiring. Har xil joyga. Bitta joyda bo'lmasa, har xil joyga yopishtiring. Bo'ldimi? Bittada so'z yopishtiring. Xohlagan joyingda uni pastroqqa yopishtir, bir-biringga anaqa bo'lmasin. Yopishtiring. Yana lazisa bo'la qol. Unaqa ifora. Yopishtir. Anaqa so'z tomonini yopishtir. Mayli, noto'g'ri yopishtir. Mayli. So'z tomoni yashirilgan bo'lishi kerak. Bittasini yopishtir. Laziza qolding. Laziza. Xo'p, ana endi ikkala guruhdan bitta o'quvchi chiqib 3 ta so'zni olib bitta ertak nomini yasaydi. Kim tayyor? Laziza chiqadi, Shahzoda chiqadi. Oling 3 ta so'z. 3 ta so'zdan bitta oling. Bitta so'z yasang. Zumrad, qimmat, ertak. Zumrad va qimmat ertak. Olqishlab qo'yamiz. Keyin o'qish to'g'ri turib olamiz.
Yo'q, topilmadimi? Yana qaytib o'tasiz. Yana qaytib o'tasiz. Topilmaguncha qaytib o'taverasiz. O'ting bu yoqqa. Voy, siz so'z yasalmaguncha uni tagida o'tasiz, qaytayotganda yonidan o'tasiz. Boshladik. Ko'rsating harfingizni darvozabonga. Ikkitasini ham ko'rsating, oldi orqasini. Ko'taringlar, sizlar tushirmaylar umuman. Orqa oldini. Olmi o'sha? Oldi. Ustoz biz ikkita ol. Xo'p, sen bittani top, boyaga aytgan so'zimniki. T bormi? Qani? Nega olmading tilni? Hop, bu yoqqa bo'lib topni kursani. Ko'rsan olmi? Ha? Endi yana o'tamiz. Bu ikkita so'z turaveradi. Bu ikkita so'z turaveradi. Sizlar o'tiringlar. A'lo, qaysi bo'ladi? O'ting, o't. Demak, seni to'sti, sen bu yoqqa turasan. Xo'p, qaysi so'z hozir bo'ldi? O'qing. Ota, barakalla, olqishlab qo'yamiz. O'tiramiz. Bo'ldimi? O'yinimiz yoqdimi? Bu rosa ham bir unaqa qilingan o'yinlar. Sizga man qisqartirib oldim, hozir kamchilik bo'lgani uchun. Xo'p, ertak haqida kim nima deya oladi? Ertak haqida. Kim nima deya oladi? Ertaklarni o'qisa bizga